Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Jahon futboli va O'zbekiston futboli va Super Liga haqida gaplashamiz. Bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Transfer bozorida xaridori ko'payib borayotgan o'yinchilardan biri Atletik Bilbao va Ispaniya terma jamoasi vakili Nico Williams hisoblanadi. Bu o'yinchi maqsadi faqat Barselonada o'ynash ekanini ochiq aytdi va Real, Arsenal kabi boshqa jamoalarga o'tmasligini ta'kidladi. Jurnalist Santiago Vallening yozishicha, Joan Laporta 22 yoshli futbolchining Kataloniyaga kelishiga yo'l qo'ymasligi mumkin. Gap shundaki, agar Nico Williams Barselonaga o'tish niyati borligini aytmaganda, kataloniyaliklar unga e'tibor qaratmasdi. Bilbao yulduzi Atletikdan faqat Barselonaga o'tishni aytyapti. Barsa xo'jayini Joan Laporta prinsip nuqtai nazaridan bu transferga yo'l qo'ymasligi mumkin. Chunki 1 yil avval kataloniyaliklar Nico Williamsni olishga juda yaqin edi. Biroq o'shanda futbolchi ularning taklifiga rad javobini bergan. Endi vaziyat o'zgardi. Nico Williams chempion jamoaga qo'shilish uchun bir qator talablarni, xususan so'rayotgan maoshini ham pasaytirishga rozi. U oltinga o'xshaydi. Men uni juda hurmat qilaman. Romaning asosiy futbolchilaridan biriga aylangan Eldor Shomurodov haqida. Argentinalik iqtidorli venger Matias Solli yanvarda ketishni rejalashtirganda Romada uning ishlari o'xshamadi. Claudio Ranieri jamoa bilan ko'proq mashg'ulot o'tkazgani uchun Tommaso Baldanzi afzalroq ekanligini ochiqchasiga aytdi. Shuningdek, Ranieri Matiasning ham fikrini o'zgartirdi. U qoldi va Bahorda seriyaning eng yaxshilaridan biriga aylandi. Claudio butun Roma bilan xuddi shunday ishni qildi. U kelishidan oldin rimliklar quyi ligaga tushib ketmaslik haqida o'ylardi. So'nggi tur oldidan esa Chempionlar Ligasi uchun kurash olib borildi. Ranieri suvni sharobga aylantirmaydi, lekin bundan ozgina osoni ham uning qo'ldan keladigandek. Biz uning har qanday vaziyatni tubdan o'zgartira olishiga yetarlicha baho bermayotganga o'xshaymiz. Eldor Shomurodov ham shaxsiy, ham jamoaviy darajada bu o'zgarishning bir qismi hisoblanadi. Shuningdek, u O'zbekiston terma jamoasining tarixda birinchi marta jahon chempionatiga chiqishiga katta yordam berdi. U nafaqat klub, balki terma jamoa safida ham ajoyib gollar urmoqda. Romaning Mourinho bilan hamkorligi Eldorning Italiyadagi faoliyatini deyarli barbod qilgandi. Eldor Italiyaga pandemiyadan keyin borgan. U 25 yoshga to'ldi. Rossiyada o'zini yaxshi ko'rsatdi va O'rta Osiyoning juda istiqbolli bozor ekanligini isbotladi. Genoa ancha pul to'ladi. Klub tarixida faqat bir qorshilik forvard undan qimmatroq edi. Diego Milito. Shomurodov hali Goran Pandevni yenga olmagan Mattia Destro, Gianluca Scamacca bilan jamoaga tushib qoldi va yo'qolib qolmadi. Hujumchidan mehnat qilish va to'pga o'ynash va ko'p yugurish talab qilinadigan o'yinlarda u eng yaxshilardan biri bo'lib chiqdi. Eldor debyut mavsumida 8 gol urdi. Raqobat va klub maqomini hisobga olsak, juda yaxshi natija edi. Unga faqat Genuadagina qoyil qolishmadi. 2021-yilning yozida Shomurodov Romaga o'tdi. Eden Dzeko ketdi, lekin Mourinho keldi. Murabbiyga quloq soladigan va qattiq mehnatdan qo'rqmaydigan hujumchi kerak edi. Transfer qiymati 20 million edi. Eldor hammasiga tayyor edi. Oradan 2 hafta o'tib Roma Temi Abraham uchun 41 million to'ladi. O'zbekistonlik futbolchining karyerasida yana o'zgarish bo'ldi. U Jozi ajratgan daqiqalardan juda unumli foydalandi, lekin baribir zaxirada qolardi. Ikkinchi yil Eldor deyarli o'ynamadi. Undan ham yomoni qishda Spetsiyaga ko'chib o'tib, ko'zga tashlanmay qo'ydi. Genoyada porlagan tirishqoqlik va samaradorlikni uyg'unlashtirgan jonkuyar endi yo'qdek tuyulardi. Endi bu tarix. Shomurodov O'zbekiston terma jamoasi bilan Mondialga yo'l oldi. Rim jamoasining bir qismiga aylandi va nihoyat nima yuz bergani haqida gapirdi. Uning Carrera dello Sport nashriga bergan intervyusidan parcha. Men Romaga kelganimda yagona hujumchi edim va asosiy tarkibda muntazam joy olaman deb o'ylagandim. Ammo keyin Abrahamning transferi hamda unga tikilgan pullar haqida xabarlar tarqaldi. Men bunga ishongim kelmasdi. Menga nisbatan adolatsizlik qilingandek tuyuldi. Tushkunlikka tushdim. O'zimga ishonish o'rniga boshqalarni aybladim. Oxir-oqibat men harakat qilishni to'xtatdim. Bu esa tanazzulga olib keldi. Shomurodov o'zgarib oldi va Ranierining Romasida muhim futbolchilardan biriga aylandi. U yerda yana bir gap bor. Hozir men o'zimni boshqa futbolchidek his qilyapman. Ranieri meni hayotga qaytardi. Eldor Claudio bilan 2 yil oldin Cagliarida ijarada bo'lganda uchrashgan. Murabbiy unga darhol ishonch bildirgan. Shomurodov birinchi turdanoq maydonga tushgandi. Hammasi ham yaxshi ketmadi. Jarohat xalaqit qildi, ammo hujumchi formasini tikladi va bahorda yana A seriyada gol ura boshladi. O'tgan yozda u Rimga qaytdi. Daniele De Rossi uni so'nggi daqiqalarda maydonga tushirardi. Ivan Yurich esa kamroq ishonardi. Ammo Xorvat tez orada jamoani tark etdi va Romaga Ranieri keldi. Bir oydan so'ng jamoa mag'lub bo'lishni to'xtatdi. Aynan o'sha paytlarda Shomurodov muntazam ravishda zaxiradan maydonga tusha boshladi.
Bahorga kelib u taktik detalning almashtirib bo'lmaydigan qismiga aylandi. Ranieri uning ijrochiligidan o'yin davomida raqibning zaif tomonlariga bosim o'tkazish va uni soddalashtirish uchun foydalangan. Eldor kartinaga kerakli shtrixlarni kiritgandi. Masalan, Verona bilan o'yinda o'zbekistonlik futbolchi markaziy himoya chizig'ining lateral va chekka qismlari o'rtasida murabbiy zaif deb hisoblagan zona orqali kirib bordi. Rim derbisida Artyom Dobikka juda yaqin joylashdi. Lazio shundoqqina darvoza oldiga yotib oldi, ammo ikki baland bo'yli hujumchi raqibning yopiq vaziyatiga e'tibor qaratdi. Juventusga qarshi o'yinda u 3-4-3 ni 4-4-2 ga aylantirdi va markaziy himoyachilarga bosimni oshirdi. Keyinchalik yurish ish berganda va Roma o'yinni tenglashtirganda Ranieri pas blokka qaytdi va Eldorni o'rta chiziqqa tushirdi. U yana uddaladi. Buning ustiga Shomurodov har bir daqiqadan maksimal darajada foydalandi. Juventusga qarshi o'yinda hisobni tenglashtirdi. Monsaga qarshi o'yinda 1+1 ni amalga oshirdi. Atletikni mag'lub etdi. Eldor biz uchun nima qilgani va nima berayotgani bilan fundamental ahamiyatga ega, dedi murabbiy. U soatiga 100 mil tezlikda harakatlanib borni berdi. U oltinga o'xshaydi. Men uni juda hurmat qilaman. Eldor mavsumni Romaning asosiy hujumchisi sifatida yakunladi. Shomurodov qanchalik foydali futbolchi ekanligini yaxshiroq tasavvur qilishingiz uchun mana bu ma'lumotni keltiramiz. Dobik bilan ilk daqiqalardan birga o'ynay olasizmi degan savol aprel oyidagi matbuot anjumanlarida odatiy holga aylandi. Italiyalik jurnalistlar bunday o'yinchini zaxira o'rindig'ida qolishini tasavvurga sig'dirishmasdi. Uni ilk daqiqalardayoq maydonda ko'rishni istashardi. Nihoyat Ranieri sukutni buzdi va fikr bildirdi. Yo'l-yo'lakay paydo bo'lib Shomurodov o'yinni buzadi. Agar u boshidan o'ynasa-yu, lekin xuddi shunday hissa qo'shmasa, menda o'q uzish uchun patron qolmaydi. Ammo ko'p o'tmay bahslar tugadi. Shomurodov so'nggi 6 turni asosiy tarkibda o'tkazdi. Bu ham oddiy o'yinlar emasdi. Roma garchi o'sha paytda orzu amalga oshmaydigandek tuyulgan bo'lsa-da, hamon Chempionlar Ligasiga chiqish haqida o'ylardi. Milanning ikki jamoasi Fiorentina va Atalanta kabi jamoalarga qarshi murakkab o'yinlarga yaqinlashildi. Ranieri Eldordan